Oho, kunlar ham isib ketdi. Ovqat uncha o'tmayapti. 25 yillik ayron go'jaga borib ko'ramiz. Malika bozor ro'parasida joylashgan Istiqlol ayron go'jaga kelganmiz. Aytishlaricha bu yoqda Zamzam qo'shib aylanar ekan. Teparoqda ham yana bitta ayron go'ja sotadigan joy bor. Aslida ikkalaligi esa bitta vaqtda birgalikda boshlashgan ekan. Assortimentda muammo yo'q. Qani bismillah. Akroshkalarni shunaqa kesilgan, to'g'ralgan qilib tayyor solib qo'yishgan. Bunga hozir ayron solib berishadi. Nech pul mashq turishi? 30 ming. Nech pullarmi? 10 mingdan. 10 mingdan keyin ham saskali ham bor ekan. Tashqarini ham, ichkarini ham atmosferasi minimal uslubda jihozlangan, oddiy qilib aytganda jaydar. Agar sizda jaydar joylarga allergiyangiz bo'lsa, kelishingizni tavsiya qilmayman. Allergiyangiz bo'lmasa, unda bitta like bosib qo'ying va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Akroshkani ichi to'la narxiga arziydi. Yeb ko'rgan bo'lsangiz, o'zingizni fikringizni qoldiring. Hali yeb ko'rmagan bo'lsangiz, bu videoni birga kelishingiz kerak bo'lgan yaqiningizga yuborib qo'ying. Aniq lokatsiyani har doimgidek Telegram kanaliga tashlab qo'ying.